4 ta sotsam, bundan 5 ta. Nechta qoldi uyda? Yana 5-6 ta odam kommentariyasiga yana yozsam presslar. Men qara, komment polvon. Sollobe. Sen nima kommentariyaga bakka turib olib yozyapsan? Bedapris bor, samonpris bor deyapsan. Kimniki yozibdi? Opamni kommentariyasiga yozyapsan. Qani o'sha opingiz? Hozir pasmotoy qo'yib yuboring, opa. Ismadina opam, qaysi duolarimda so'radim bu opani? Sanmi o'sha meni kommentariyamda bedapris sotayotgan? Ha? Qanaqa bedapris, qanaqa somonpris, hali balchiqda video qilasan, hali bela yeb chiqasan, hali somon yeb chiqasan. Maqsading nima o'zi, foyda qilishmi? Soqqa qilish uchun meni gift konkursimga qatnashsang, shunaqangi 5 ta telefonni yutib olasan. 100 talab, 1000 talab unaqa somonpris sotsang ham unaqa telefon yutib olarmaysan uka. Xohlasang yutib ol. Xohlasang men bitta, ikkita deb maydalashib o'tirmayman. Mana shu 5 ta telefonda 4 ta. bittasini yashirib ol shekilli. 5 ta telefonni xohlasang o'zing ishlat, xohlasang obunachilaringga ber. Ataga men obuna bo'lgan homiylarni hammasiga obuna bo'lib, bemalol mana shu telefonlar yutib olib, senga o'xshab kelgan bu dunyoda Madinani tuyg'ulari sollo deb videoga yursa bo'laveradi. Opam urushgan kelgani yo'q, opam konkurs boshlagan. Qani o'sha shartlarni tushuntiringchi, nima ekan? Agarda siz tadbirkorsiz yoki o'z blogingizni boshlamoqchisiz, maxshi bolaga o'xshab balchiqda video olmasdan meni konkursimga qatnashsangiz, 1000 tadan 2000 tagacha jonli obunachilarga ega bo'lib, hamda shu 5 ta Redmi telefonda yutib olish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz.